Assalomu alaykum. Toshkent shahar Chorsu gullari, gul ishqibozlari yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Xonadoningizda tinchmi? Mana bugun biz Toshkent shahar Chorsu gullardamiz. Mana bozorimizda juda ham chiroyli gullar bor. Mana bozorimizda bahor kelib juda ham chiroyli bo'lib ochilishni boshladi. Mana bozorimizni kundan kunga gullab yashnamoqda. Mana juda ham chiroyli gullarni olsanglar bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Juda ham zo'r. Mana bu miyatalar ham bor ekan. Miyatalar 25 ming 20 ming atrofida bo'ladi. Mana bu ko'riklar bor. Mana ko'riklar, mana paketi 50 minglar atrofida bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lib. Mana bu atirgullar bor mana. Juda ham chiroyli bo'lib yotibdi. Mana bu osma gullarni qaranglar. Gullaydi ham varianti ekan. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi bo'ladi. Mana bu gvazdikalar. Lyutiklar, mana bu gvazdikalar 3 ming 4 ming atrofida, lyutiklar 10 ming 12 ming atrofida. Mana bu ko'luslar ham 10 minglar atrofida bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lib. Mana bu gerallar bor. Mana bular maxruviy gerallar. Mana bular flargoniya. Mana juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu urudan chiqqan gerallar bor. Bularning ranglari juda ham chiroyli, sochniy qaranglar. Hurmatli obunachilar. Mana bu paprikniklar bor mana. Juda ham zo'r. Mana bu perskiy rangini maxruviysi ekan bular. Nigor opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Bo'yaptimi savdolar? Gullar orasida guldek bo'lib o'tiribsizmi? Mana hozir Nigor opa oldilariga keldik. Hozir gullarni chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Mana bu margaritkani ham bor ekan. Bular ham rosa ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana qaranglar. Rosa zo'r. Bugun dijurdalar bozorda. Kechqurun 12 gacha. Bemalol kelaverasizlar. Margaritkalar nechi pul Nigor opa? Margaritkalar 35 ming, 30 mingdan beramiz. Doimiy gullayveradi. Guldan to'xtamaydi. Yil 12 oy bo'lsa hammasida gul beradi. Mana shunaqa. Chiroyli bo'lib, Quyosh chiqsa mana charaqlar mana ochiladi. Quyoshga qarar ekanda bu ham, Quyosh chiqsa buni ham nasrinasi zo'r bo'ladi. Bulut bo'lib tursa qo'mrayib oladi. Bularning parvarishi qanaqa? Bularni yarim quyosh, yarim soyaga beryapmiz. Yarim politeng. Politenga. Yarim quyosh, yarim soya. Ertalabdan obedgacha yoki peshindan keyingi quyoshga beryapmiz. Rost chiroyli o'sgan ekan. O'zingiz o'stirganmisiz bularni, sir bo'lmasa? Bunaqalar har xili bor. Qanaqa xod qilish kerak bularga? Hozir assortimenti yana ko'payadi, kech payti. Xoddi qanaqa? Oddiy shu. Parvarishi. Parvarishi. Oddiy haftada 2 marta suv quyib turishadi, keyin haftada 2 marta suv shu oddiy vitaminlar bu narsalar kerak emasmi? Endi eng yaxshisi biogomus solsangiz, menimcha undan ortiq vitamin kerak emas. Tuxumni po'chog'i, banan suvini bersa ham bo'ladi, shunda ham yaxshi. Yaxshi. Tabiiy uy sharoitida qo'llansa bo'ladigan narsalar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tyaptilar. Mana shunaqa. Juda ham zo'r. Mana bu chiroyli gerallaringizni bekitib qo'yibsiz-a? Bular nechi pul? Bular 15 minglar. Maxruviy yangicha gerallar. Zodagonlarnikimi bu? Maxruviysi. Bular ham qimmat emasmi? Juda ham qimmat emas, endi 15 mingdan. 15 ming zo'r. Bu yil 2026 da chiqqani ham bor. Unisi 20 mingdan boshida turibdi. Bu ham xuddi anu telefondagi o'xshagan ekan-da, iPhone 17, 18 anaqasiga pozitsiyasiga qarab turib narxi o'zgarar ekan-da. Bizning obunachilar har doim nomer 1 narsalarni olishga harakat qilishadi. Kelishganida yengil deyishadi-da, bir xil ko'pchilik